Nurafshon sanatoriyasida asosiy davolash usullaridan biri bu oltingugurtli suv yordamida davolash. Oltingugurtli suv nima degan savolga, oltingugurtli suv tarkibida oltingugurt sulfitli birikmalari bo'lgan suv hisoblanadi. Mineral suv bu suvimiz 1000-1200 metr chuqurlikdan neft bilan birga qazib chiqariladi. Neftdan ajratib olingandan so'ng bu suvimiz shu tabobat yo'nalishida foydalaniladi. Asosiy xususiyatlaridan biri o'ziga xos hidi borligi. Bu vodorod sulfitli hidi. Yana bir xususiyati teri orqali tez singadi, organizmga tez singadi. Issiq yoki iliq holatda qo'llaniladi. Shuning uchun vannalarimiz iliq holatda beriladi. Asosiy foydali tomonlaridan biri bu bo'g'im va suyaklar uchun juda ham yaxshi hisoblanadi. Ya'ni revmatizm, artrit, osteoxondroz kasalliklarida yaxshi foyda beradigan suv hisoblanadi. Mushak hamda bo'g'imlardagi og'riqlarni ham kamaytiradi. Teri kasalliklari uchun juda ham foydali, xususan psoriaz, ekzema, dermatitda katta yordam beradi. Terini tozalaydi va yangilaydi. Shuning uchun ko'pincha buni kosmetologiya sohasida ham qo'llanilayotganini guvohi bo'lyapmiz. Qon aylanishini yaxshilaydi, qon tomirlarini kengaytiradi, yurak qon tomirlar tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Keyin yana asab tizimi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Ya'ni stressni kamaytirish, uyquni yaxshilashda katta yordam beradi. Moddalar almashinuvini, organizmdagi umumiy moddalar almashinuviga ta'siri juda ham katta. Ya'ni tanani tozalash jarayonini tezlashtiradi. Ba'zida vazn tashlashga ham qo'llanilmoqda. Qo'llanilishi o'sha aytib o'tganimizdek teri orqali singishi yaxshi bo'lgani uchun vannalar, kompresslar hamda dushlar orqali qabul qilinadi. Bunda o'sha vannamizda 10 minutdan 20 minutgacha bo'lgan oraliqda qabul qilinadi vannamiz. Birinchi kuni kelganingizda shu shifokorlarimizni ko'rigidan o'tganingizda shifokorlarimiz o'zlari konsentratsiyasi hamda minutini yozib berishadi. Shunga qarab har kuni qo'shilib boraveradi. Muolajani olish vaqti. Asosiy nimasi shu 5 tadan 10 tagacha vanna olish kerak. Shunda ta'siri yaxshi bo'ladi.